ilahi niyet kıldık. Bu faciada vefat bulan din kardeşlerimizle atab cenaze namazını temekke. Allah Rabbimizge sana işin, Peygamberimizge salavat işin, uşbu meyitlerge dua ve sevap işin, uşbu imam gayyunelde kıbla tarafına halisen illahi teala. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Selamun Aleyküm. Allah Teala eder minberlerini bana yakınarak bulan sayın fotoğraf sınavının diye benim sınavımda bitken sayın bu bana yakınarak olur diye. Şükür ediyor Allah Teala biz şükür etsek rizqımız kiye şükür ediyor rizqını arttırır. Sabır ediyor Allah Teala'ya yakın eder. Lakin bedeni diye facia ve Allah kileyken Allah Teala perişanlarga indirdiği şu şekilde bendeme şu değil. Şu bilgileri işaret İnna lillahi ve inna ileyhi raciun diye dua kılınacak. Cennette oranın bize Ya eyyühellezine amenu ista'inu bis-sabri ve's-salâh. İnnallâhe ma'as-sabirin. Bu felaketerde, acil katastroflarda boğan kardeşlerimiz, tanışlarımız, dukanlarımız, Müslüman ahimlerimizden ruh şeriflerine bağışlanıp yarabbim Allah kabullerini etseydin, kabullerini mutlu bulsaydı, onların cennette bulsaydı yarabbim Allah. Jalil Hazretine bugün cenaze namazı okuldu. Lakin meyitler yok diye aytırlar. Bu işrakta din yog'undan qaraganda yerlov nechik bo'lashadi? Mana bek zo'r rahmat so'rovingiz uchun. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Kecha bizning diniy nazoratida butun ulamolar jiyilib, shu bek uzoq kengashib, fatvolarni qarab endi shunday o'rtaq bir fikrga kelindi. Bu endi shunday fojiadan so'ng kimningdir gavdasi topilirga mumkin, kimningdir gavda kechagi butunlay topilmasga da mumkin. Mana shunga ko'ra mana bugun endi uylardan so'ng biz butun kishi uchun g'oyib jinoza deb ataladi, biz g'oyib jinoza o'qidik. Hozir endi bizning mana shu harakatda vafot bo'lganlarning butun ishida jinoza namozi o'qilgan bo'lib turadi. Musulmonlar ustidan farz kifayat tushadi. Ikkinchisi endi bizning hozir kimlarningdir gavda kesaklarini topib aralab, manda bir yashikka solibmi, konteynerga solibmi, tug'anlarga topshiralar ekan, ular tahlil aytib, Qur'on o'qib, ana mayit ko'mgan shekilli shu qabrga qabr qazib, ko'mib, butun rituallarni ishlay olalar. Endi jinoza o'qimasalar da bo'ladi. Chunki jinoza o'qilgan bo'lib turadi. Kafin bilan birga ko'milishadi. Yo'q, u agar anda kesak topilgan kesaklarni yuvib, aytib solalar endi ishga. Shul korobkani tushirasa bo'ladi. Uni suvitib kafanlab turuvda ehtiyoj bo'lmaydi. Baribir lahatalarga to'g'ri keladi. Lahat olib shunda o'rnashtirib endi qabr shekilli etib qazib, shunda o'rnashtirib ko'mib, anda tug'an yillarini ko'rsatib tashlab qo'yalalar. Agarda biror shu ishqish fojiasida biror o'lgan musulmonning mayiti topilmasa, kesaklari topilmasa, u ishroqdan nashash. U ishroq mana shunga ko'ra bugun bitindi biz jinoza namozi o'qidik. Anga jinoza namozi o'qilgan bo'lib turadi. Tug'anlari biktalasalar endi ziyoratda o'zlarining ko'miladigan joylari bor bitindi. Shunda belgiga bir tosh qo'yib, mana falan ism familiyasini qo'yib, tug'an yildan o'lgan yildan belgi qo'yib, bir esga olganda bizning shu shunday mayitimiz bor edi deb shu ishni ishlay olalar, tilaklari bo'lsa. Bu shariatga yo'q, Alloh taolo endi qatmal biratnadan so'ngmi bir kesakmi topilib, shu shirin kesaga desalar, shu ishga qozib ko'malalar.